Assalomu alaykum, Hanfa Trading Club kuzatuvchilari, sizlar bilan Alisher Muxliyev va bugun men trading sohasida qanaqa moliyaviy erkinlikka, qanaqa qiyinchiliklar bilan yuzma-yuz kelganim bilan bo'lishmoqchiman. Va bugun sizlarga bir ikkita haqiqatni ochaman. Bu haqiqat ko'plar aytmaydi, chunki ko'plar bekitadi. Va bu haqiqatni eshitganingizdan keyin trading sohasiga bo'lgan qiziqishingiz o'lishi mumkin. Agar siz bu videoni hali ham ko'rayotgan bo'lsangiz, tabriklayman. Xudo xolasa haqiqat ko'zingizni ochadi. Moliyaviy erkinlikka erishishimni bir ikkita sabablari bor va bu sabablarni sizlar ham qilmasanglar, tradingda stabil daromadga chiqishga ancha vaqt ketib qolishi mumkin. Birinchi o'rinda bilim va yana bilim. Va u bilimni backstage qilib, opit oshirish. Sizlar aytishingiz mumkin, qanaqa qilib savdo qilmasam optim oshmaydi. Sizlarga bir ikkita shotlar aytaman, shu shotlarda minimal risk qilib, bemalol opit olsanglar bo'ladi. Agar siz opit olmoqchi bo'lsangiz, sizlarga prop shot taraflardan, prop kompaniyalar tarafidan challenge bo'ladi. Ya'ni buni challenge shot deydi. Challenge shotlarni olib savdo qilsanglar bo'ladi. Yoki Exchange Brokerda va yana bir ikkita brokerlarda centavy shot degan narsa bor. Centavy shot bu sizni pulingizni ko'paytirib beradi. Ya'ni $10 tashlasangiz, $10 1000 sent qilib beradi. Xuddi siz $1000 da savdo qilayotgandek savdo qilsangiz bo'ladi. Sizlarga bitta narsani aytib o'tikaman, demoda qancha savdo qilmang, siz demodan opit olmaysiz. Nimaga? Chunki demoda mas'uliyatsiz sezmaysiz. Demo sizni pulingiz emas. Sizni pulingiz bo'lmagandan keyin sizni bo'yningizda mas'uliyat bo'lmaydi. O'shaning uchun kichkina risk bilan yo challenge shot, yo centavy shot bilan ishlab opit olsanglar bo'ladi. Birinchi meni eng katta qilgan xatoyim bu strategiyalarni misorobka qilganim. Ya'ni qancha ko'p strategiya o'rgansam, shuncha o'zimga yaxshi bo'ladi deb o'ylaganman. Lekin bu juda ham bir katta yolg'on. Nimaga? Chunki sizlar bitta bozorga har xil eshiklardan kirmoqchi bo'lasizlar, oxirida adashib qolasizlar. Bir nechtadir strategiya o'rganganimdan keyin bitta strategiyamda buy setup chiqqan, ikkinchi strategiyamda sell setup chiqqan. O'sha payt men o'rtada qolib ketib, haqqa borishni bilmay qolganman. Shu xatoslarni boshingizdan o'tmasligi uchun sizlar bitta strategiyani full fokuslarni qaratib, o'sha strategiyani qattiq o'rganishingiz kerak. Trading sohasida 2 oy, 1 oy kurslarda o'qib chiqayotgan yangi traderlar. Buni sizlar yaxshilab eshitinglar. Sizlarni trading sohasiga kirib kelishinglarni birinchi bitta qadami bu. Ya'ni birinchi bilimlarni olish va bilib qo'yinglar, sizlar hozir kursda o'qigan biliminglar endi u qaysi kursga qaraydi. Men hamma kurslarni aytmayapman. Siz o'sha olgan bilimingiz bozorda yetmasligi mumkin. Chunki bozorda o'rganish kerak bo'lgan narsalar juda ham ko'p. Va bu narsani ko'plar o'rgatmaydi. Siz u narsani bozorda o'tirib, backstage qilib va yana backstage qilib, o'zingiz sekin opit oshirib, sekin o'zingiz o'rganib olasiz. Shunaqa opit oshirganingizdan keyin sekin o'sha stabil daromadga chiqishni boshlaysiz. Va bunga qancha ketadi? 1 yil, 1,5 yil. Hech qanaqa 2 oy ham emas, 3 oy ham emas, 1 oy ham emas, 1 yil, 1,5 yil vaqtingiz ketadi, чтобы bozorni tushunishingiz uchun. Nadejdalar umuman xayoldan chiqib ketsin. Nimaga? Chunki men o'zim trading sohasiga kirib kelayotganimda, mana bitta yaqin akam bo'lardi. U ham bir mashhur trader. Shulardan so'raganman. Aka deganman, men trading sohasiga mana kirib kelganman. Nima deb o'ylaysiz? Men uydagilarimga Mercedes olib sovg'a qila olmaymanmi deganimda, ha ukam, 3-4 oyda bemalol pulni chiqarasan deganlar. Va bu men eshitgan birinchi yolg'on bo'lgan. O'shaning uchun tradingda nadejda bilan kirsangiz, ichingizda bo'ladi. Men soqqa qilaman, u qilaman, bu qilaman deb bunaqa narsa bo'ladi. Hammani boshidan o'tadi va buni boshidan o'tish bu естественный holat, lekin ertaga sizlarni trading sohasiga bo'lgan qiziqishinglarni o'ldirib qo'yishi mumkin. Chunki trading siz o'ylagan pul chiqarib yotadigan mashina emas. Tradingda biz dunyodagi mirovoy banklar, juda aqlli odamlardan pul olishga harakat qilamiz. Ularni 20 yil, 30 yil, 40 yil, может, butun umri mana shu bozorda, birja bozorida o'tadi. Va biz 2 oy kursimizni o'qib, shunaqa aqlli odamlardan pul olishga harakat qilamiz. Bu noto'g'ri emasmi? O'shaning uchun 2 oy, 1 oy kirgan bo'lsanglar, umuman shoshmanglar. Ayniqsa pul topishga. Hali pul topishinglarga ancha bor. Sizlar qachonki o'sha men aytgan challenge shotda hatto top 30 ta trader ichiga kirsanglar, keyin o'sha mas'uliyat sezib, sekin depozit qilsangiz bo'ladi. To kichkina riskdan. Va hech qachon o'zingiz bor vujudingizni risk qilmang. Chunki trading sohasi juda ham riskli soha. Bitta ketdingizmi,
dalish qanaqa qilib ketib qolganingizni o'zingiz sezmay qolasiz. Boya aytgan narsamga to'xtalamiz. Sentviy shot. Mana o'zimni o'quvchilarimga ham men qat'iy man aytaman. Ya'ni real shot qo'yib savdo qilishga sразу kurs tugatganidan keyin, chunki men o'zim ularga sentviy shot beraman va u sentviy shotda men uni ishlash tarzini ko'rganimdan keyin, ishlash tarzi meni qoniqtirganidan keyin men ularga real shotga ruxsat beraman. Agar u ishlayotgani, savdo qilayotgani, men o'rgatgan bilimlarga to'g'ri kelmasa, men o'quvchimni yana o'zimning akademiyamga olib kelib, o'sha qilayotgan xatolarni to'g'rilashga harakat qilaman. Va oxirgi narsa bu o'zingizga bo'lgan ishonch. Siz qachonki o'zingiz analizingizga, o'zingiz bilimingizga bo'lgan ishonchingiz baland bo'lsa, trading sohasida siz pul olib chiqib ketishingiz mumkin. Agar siz o'zingiz qilgan analizga, o'zingiz qilgan setapga ishonmasdan, zelkalaringizga ishonmasdan yopib borib yoki shubha qilib ishlaydigan bo'lsangiz, psixologiyani ustidan ishlash kerak bo'ladi. Psixologiya bu strategiyadan ham birinchi o'rinda turadigan narsa. Chunki strategiyani ishlatish uchun ham miya psixologiya kerak. Agar psixologiyangiz bo'lmasa, siz o'zingizni xuddi 100% ishlaydigan strategiyangiz bo'lsa, bozorda siz savdo qila olmaysiz. Mana men sizlar bilan bo'lishgan hozir o'zimni yo'limni sizlarga bir parchasini ko'rsatdim. Bu maslahatlarni men o'quvchilarim pulga sotib olgan, lekin sizlarga bu tekinga tushdi. Va mana shu meni maslahatlarim o'quvchilarim o'zining hayotida qo'llab, mana shunaqa natijalarga erishdi va erishib kelishmoqda. Agar sizga shunaqa sifatli bilim, professional treyderlar tarafidan podдержка va kuchli networking qiziq bo'lsa, pastda Telegram sahifamni qoldirdim. Telegram sahifamga o'tib, bemalol siz batafsil ma'lumotlarni olsangiz bo'ladi. Agar sizga shunaqa YouTube formatli videolarimiz yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin, chunki bu bizning продвижениямizga juda ham bir katta hisslarni qo'shgan bo'lasizlar. Va fikrlarni chiroyli formada kommentariyada kutib qolaman.